O'rtog'ingiz pulni vaqtida qaytarib bermadi, nima qilasiz? Ha, o'rtoqlar o'rtasida vaqt degan narsa bo'lmaydi men tushuncham. Klientingiz haqorat qildi sizni, nima qilasiz? Shapat. Sherigingiz xato qilib katta pul yo'qotdi, nima qilasiz? Voy, bor shunaqasi hech nima qilolmaysan. Yoningizga yuradi. Sherigingiz raqobatchingizga yetib qoldi, ishlayman degan bilan. Alloh o'zida. Yaqin insonning sirlaringizni boshqalarga yetib tashladi, nima qilasiz? Sherigingiz xatosini bekitib yuribdi, nima qilasiz? Nimadir chepa qilib yuribdi, xatosini bekitib yuribdi. Yaxshi narsa deb bilaman, sababi hurmat qilganidan o'shani bekitib yurgan bo'ladi. Endi bu odam xato qiladi. Sherigingiz kuchli lekin hurmatsizlik qiladi, nima qilasiz? Unaqasi bo'lmaydi. Sizlarda qanaqa o'zi? Bizda umuman halkachi. Hurmat degan narsani o'zi bormi? Yaqin o'rtog'ingiz qiyin paytingizda yoningizda bo'lmadi, nima qilasiz? Unaqasi bo'lmagan, bilmayman, o'ylab ko'rish kerak. Sherigingiz sizdan ketib, klientlaringizni o'zi bilan olib ketib qoldi, nima qilasiz? Hech nima, taqdir. Yaqin insoningiz bir marta ishonchingizni sindirdi, nima qilasiz? Любой odam yolg'on gapirib qo'yadi. Bir nimaga taqab turib, "Voy, katta tiradek" tanib, anaqa yasaydigan narsa emas, problema. Bu normal holat. Normal holat deb bilaman. Sherikchilik, biznes, ish jarayonida bo'ladi bu narsa. Zo'r. Sizlar nima fikrdasizlar? Kommentariyga yozib ketinglar.